Agar siz ham kir yuvish mashinasini shunday o'rnatayotgan bo'lsangiz, avtomat kir yuvish mashinangiz buzilishi aniq. Birinchi xatolik: transport boltlarini olib tashlamaslik. Siz esa bu xatoni qilmasligingiz kerak. Bugun biz avtomat kir yuvish mashinasini to'g'ri o'rnatish va ishga tushirishni bosqichma-bosqich ko'rsatamiz. Avvalo, barcha aksessuarlarni to'liq tekshiring. Suv kirish shlankasi, suv chiqish shlankasi, transport boltlarini chiqarish kaliti va foydalanuvchi qo'llanmasi. Zavoddan yetkazishda barabanni himoya qiladigan transport boltlarini olib tashlash shart. Aks holda mashina kuchli tebranadi va buziladi. Avvalambor korobkadan chiqadigan bukesini olib tashlang. So'ng tekis va mustahkam joyga qo'yib, oyoqlarini bir me'yorda tekislang. Tekis o'rnatish kam shovqin va uzoq xizmat kalitidir. Suv ketish shlankasining uchi yerdan kamida 60 cm baland turishi kerak. Aks holda suv barabandan qaytib kelishi mumkin. Faqat yerlangan, namlikdan himoyalangan rozetkaga ulang. Ishga tushirishdan oldin barabandagi chang va yog' qoldiqlarini ketkazish uchun 60 haroratda yuvish rejimini yoqamiz. Kiyimlarni rang, mato va og'irlik bo'yicha ajrating. Barabanni 3 dan 2 qismigacha to'ldiring. Ortiqcha bosim yo'q. Baraban yuvilgandan so'ng bemalol kiyimlaringizni yuvsangiz bo'ladi. Aytgancha, kiyimlar yuvilgandan so'ng ularni olib, darhol quritish yodingizdan ko'tarilmasin. Premier hamyonbop texnika.